Bilasizmi? Quyosh botishini to'xtatish ham mumkin. Aslida quyosh harakatlanmaydi. Yer o'z o'qi atrofida aylangani uchun quyosh aylanayotgandek ko'rinadi. Bunda kun va tun almashinishi yerni g'arbdan sharqqa qarab aylanishdan hosil bo'ladi. Quyosh botishini qanday to'xtatish mumkin? Buning uchun yer aylanishdan to'xtashi kerak. Aslida esa buning imkoni yo'q. Lekin boshqa yo'li ham bor. Men Fizik Ibrohimov. Buni tushuntirib bergunimcha kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Buning uchun esa bizga tezkor samolyot kerak. Shunday havo lochinida siz yer aylanish o'qiga nisbatan qarama-qarshi yo'nalishda, ya'ni sharqdan g'arbga qarab soatiga 1670 km tezlikda uchganingizda go'yoki quyosh to'xtab turgandek ko'rinadi. Juda qiziq. Agar quyosh bir nuqtada qotib qolsa, demak vaqt ham to'xtab qoladimi? Javobingizni izohlarda kutib qolaman.